Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men ADU dasturiy injiniring kafedrasini dotsenti, fizika matematika fanlari nomzodi Abdurahmonov Jamoliddin Kamoliddinovichman. Sizlarga ofis ilovalari va VBA degan fandan navbatdagi tajriba darsini videosini taqdim etyapman. Bu 18-chi tajriba darsimiz Access'da ma'lumotlar bazasi yaratish va VBA yordamida boshqarish texnologiyasi deb ataladi. Bu dars fan ro'yxatidagi 17-chi mavzuga bag'ishlangan. Bu yerda talabalar demak Microsoft Access'da ma'lumotlar bazasi yaratishni va VBA orqali uni boshqarish texnologiyalarini o'rganadilar. Ma'lumotlar qo'shish, o'zgartirish, o'chirish va so'rovlar orqali ishlash. Xo'p, maqsad Access'da ma'lumotlar bazasi yaratish, MB yaratish, ya'ni VBA orqali boshqarish va DAO texnologiyasini mashq qilishdan iborat. Kerakli vositalar har galgidek demak ana shu VBA muhiti, Microsoft Access kerak bo'ladi. Tajriba muddati taxminan 2 soat. Bu ana shu 36 soatlik umumiy tajribalardan biri. Bu ana shu kunduzgi talabalarni nimasi bilan bir xil sizlarni dasturiylar, shuning uchun kunduzgi talabalarni rejasi bo'yicha o'tilyapti. Dars soatlari ham, tajriba darslari ham bir xilda. Hop, demak har topshiriqni sizlar o'zinglar bajarishinglar kerak. Hop, demak bu yerda e, asosiy tushunchalar nimalardan iborat? Demak, create database dan foydalanish, hop, boshqarish esa record set orqali boshqariladi. Mana add new, edit, delete degan metodlarini ishlatib ko'rishinglar kerak bo'ladi. Hop, va DAO demak data access object degan anaqa texnologiyadan foydalanib MBA obyektlarini boshqarish kutubxonasiga murojaat qilasizlar bu texnologiyadan foydalanish uchun. Xo'p, endi bu yerda 5 ta amaliy topshiriq berilgan har galgidek. Birinchisi MB yaratish va jadval qo'shish. Demak, sab yozishingiz kerak, ya'ni protsedura yozishingiz kerak. Yangi MB yarating va jadval qo'shing deyilgan. Ya'ni ma'lumotlar bazasi yaratib, VBAdan turib, unga jadval qo'shish VBAdan turib. Hop, keyingisi ma'lumot qo'shish. Demak, sab yozing deyilgan. Jadvalga ma'lumot qo'shing. 3-chi topshiriq ma'lumotni o'zgartirish. Sab yozing, jadvaldagi ma'lumotni o'zgartiring. Ma'lumotni o'chirish 4-si. Sab yozing, jadvalda ma'lumotni o'chiring birorta ma'lumotni. So'rov orqali ma'lumot olish. Sab yozing, so'rov yarating va natijani chiqaring degan topshiriqlar bor. Bu topshiriqlarni albatta sizlar o'zingizlar mustaqil bajarishga harakat qilasizlar. Keyin bu yerda yechimlar ham berilgan, yechimlar va kod misollari berilgan. Mana birinchi topshiriqda kodi, undan keyin mana ikkinchi topshiriqda kodi berilgan. Xo'p, mana uchinchi topshiriqda kodi, to'g'rimi? Va hokazo mana keyingi topshiriqda kodi berilgan. Xo'p, demak biz mana shu nimada mana 5-chi topshiriq kodi ham berilgan. Mana shularni demak ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keling bir tajriba misol tariqasida men birinchi topshiriqni har galgidek sizlarga bajarib ko'rsatay bo'lmasam. Xo'p, keling masalan aytaylik, mana shu joyda biz demak bitta nima ochishimiz kerak. Ma'lumotlar bazasi bitta nima qilaylikda, shunga accessga kiraylik biz. Dastlab mana Microsoft Access Database deyilgan. Xo'p, shuni ko'raylikda, mana bu joyga kirdik. Hop, men cancelni bosyapman. Demak, hozir create debdi. Mana bu ma'lumotlar bazasi oching deb aytilyapti. Hozir ko'raylik. Mana bu yerda biz buni desktopga o'tib, mana bu joyga o'tib, bu joyga o'tib, Office VBA'ga kirib, mana shu tajriba darslari degan joydan aytaylik database 2 accdb degan fayl ochilsin deyilyapti. Mayli, biz create qilamiz. Mana shu nomini o'zgartirmayapman men. Faqat mana eslab qo'yinglar, database 2 accdb degan fayl. Hop, men buni create deb bosyapman. Hop, demak mana bu yerda bitta ma'lumotlar bazasi bizga ochildi. Hop, keling endi biz mana bu yerda database tools ni bilamiz biz. Mana bu yerga kirib Visual Basicga kiraylikda. Mana bizga Visual Basic for application degan muhiti keldi.
Va bu joyda endi biz mana shu kodni kiritib ko'raylik. Mana bu kod. Hop, demak keling biz mana shuni copy qilaylik. Albatta biz mana bu yerda avval modul ochishimiz kerak. Sizlar bilasizlar, insert modul degan nimaga kirib turib, mana bu yerda mana option compile database degan nima o'zi qo'shildi so'z. Mana bu yerdan biz kod yozishimiz mumkin. Ana shu kodni shu yerga tashlaylik keling. Mana mb yaratish degan sub turibdi bu yerda. Sub deb, demak biz subni sub deb o'qiyapman. Subroutine deb o'qiladi-da o'zi bu. Demak, protsedura degan ma'noni bildiradi. Mana copy qilyapman buni va bunga o'tib, aytaylik bu yerga tashladik. Endi bu yerda ko'rib turibsizlar, mana protsedurani ichida mb yaratish degan protsedurani ichida db degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti. dao.database toifasiga mansub va u mana bu test ASSDB ga bog'lab qo'yilyapti. Mana shunday nom bilan ochilyapti. Yangi ma'lumotlar bazasi ochilyapti. Demak, mana bu yerda bu joriy papkada ochilib qoladi. Shuning uchun biz mana bu yerga biz o'zimizni nimamizni yozishimiz kerak bo'ladi. Papkani nimasini yozishimiz kerak, adresini. Keling biz ana shu papkani adresini mana bu joydan olaylik-da. Shu joyga nima bo'lishligi uchun biz mana bu yerdan mana bu yerga kirganmiz. Mana shuni tajribalar darsiga kirib, shu yerdan biz demak mana bu yo'lni olishimiz lozim bo'ladi. Keling, hozir mana bu yerda mana bu yo'lni olaylik-da, mana copy qilib olaylik, mana copy qilib oldik. Hop, mana shu joyga hop, endi mana buga o'tib, shu joyga men ana shu yo'lni tashlab qo'yaman. Mana past qilib yo'lni tashlab qo'ydim. Lekin mana bu yo'llarda nima, papkalarni bir-biridan ajratuvchi mana bunaqangi tayoqcha bor. Ana shu tayoqchani ham slash belgisi, uni ham qo'yib qo'yapman mana. Demak, mana shu papkada test ASSDB degan ma'lumotlar bazasi ochilishi kerak. Xo'p, endi buni biz keling nima deb qo'yaylik, nomini o'zgartirib qo'yishimiz ham mumkin. Test deb nima qilish shart emas. Misol uchun aytaylik, test borani aytaylik 23 deb nomlab qo'yaylik. 23, 23 deb yoki bo'lmasam hattoki nomerni mana shu tajribada test 17 deb qo'yaylik. Tajriba darsi 17 yu 17 ni 1 misol uchun. To'g'rimi? 17 yu 1 deb yozib qo'ydik. Xo'p, endi mana shunday nom bilan ochilishi kerak. Xo'p, keling biz mana bu nimani protsedurani ko'rib chiqishda davom etaylik. Undan keyin ochilgandan keyin tbl degan nima ochilyapti? O'zgaruvchi e'lon qilinyapti. Jadval toifasidagi Dao'ni TableDev degan toifasiga mansub o'zgaruvchi e'lon qilinyapti va bu o'zgaruvchiga mana shu demak mana bu db o'zgaruvchi ma'lumotlar bazasida, bu esa mana bu joyda ochilgan, biz nomini aytdik. db o'zgaruvchisiga bog'langan ma'lumotlar bazasida talabalar deb nomlangan jadval ochilyapti. Ana shu jadval demak tbl1 deb tbl deb atalyapti jadval o'zgaruvchisi. Mana shunga berib mana bu joyda e'lon qilgan edik. Mana bu joyda bog'lab qo'yilyapti. Talabalar degan jadval ochilib, mana shu tbl o'zgaruvchisiga bog'lab qo'yilyapti. Mana shu o'zgaruvchi orqali bu jadvalga endi murojaat qilinadi va buni jadvalda tbl jadvalini myfields bo'limiga murojaat qilinyapti-da, undan mana qo'shish append metodi chaqirilib, unda demak create field, yangi maydon qo'shilyapti. id deb nomlanyapti maydonning nomi va uni toifasi dblong toifa. Demak, butun toifa ekan. Katta qiymat qabul qiluvchi butun toifa. Va undan keyin xuddi shunday tartibda, xuddi mana shu jadvalga yana bitta maydon ochilyapti-da. Jadvalni yozuvlar unga ism deb nom qo'yib qo'yilyapti va u text toifasiga mansub ekan. db text toifasiga mansub. Va undan keyin ana shu mana bu o'zgaruvchi mana bu ma'lumotlar bazasiga jadvalga nima qilinyapti? Qo'shib qo'yilyapti mana bu jadval. tb deb qo'shib qo'yilyapti. Shundan keyin protsedura o'zining ishini yakunlayapti. Xo'p, mana shuni biz hozir mana ishlatib ko'raylik, keling.
Hop, mana buni bossak ishlaydi, bilasizlar. Hop, mana biz bosdik buni. Hop, demak mana bu yerda xatolik ro'y berdi. Hop, bu xatolikni demak bartaraf qilish kerak bo'ladi. Database already exists deb yozyapti. Men 2 marta bosib yuboribman, demak haligi nima shunga mana bu ishora qilyapti. Bunaqangi nima bor deb men buni end qilib qo'ydim. Ya'ni mana bu nimani 2 marta bosib yuborganligim uchun birinchi martada u ochdi ma'lumotlar bazasini, ana shunday mana bu nom ostida ochgan bo'lishi kerak, biz bergan mana bu nom ostida tak test 17 1 degan va undan keyin men yana bir marta bosganim uchun u 2 marta ochyapsan. Bunaqa ma'lumotlar bazasi allaqachon yaratildi deyapti. Shu birinchi marta bosganimdayoq demak yaratilib qo'yilibdi. Hop, endi mana endi ko'rdik biz buni joydan, mana men chiqib ketyapman. Buni keling mana buni yozib qo'yaylik mana bu joyga. Saqlanib qilib modul 1 deb yozib qo'yaversin mayli. Hop, mana chiqib ketdik. Buni o'chirdik, aksesdan ham chiqib ketdik. Endi mana shu joyda mana ko'ryapsiz, yozib qo'yibdi. Test 17 chiziqcha 1 degan. Biz qanday nomlagan bo'lsak, xuddi shunday nom bilan yozib qo'yibdi va uni ichiga kirib ko'raylik endi. Unda maydon jadval bor bo'lishi kerak. Jadvalda maydonlari bor bo'lishi kerak. Mana buni ochib kiryapmiz. Hop, enable content dedik. Hop, mana endi ko'rdingizmi? Mana bu yerda talabalar ma'lumotlar bazamizda o'zi talabalar degan nima ochilgan o'zi. Jadval ochilgan. Bu jadvalda demak mana bu ochadigan bo'lsak, mana jadvalda ko'rdingizmi? ID degan bitta maydon bor ekan, ism degan bitta maydon bor ekan. Hop, demak biz mana bu nimamiz demak to'g'ri ishlabdi. Biz ko'rsatgan nima hali mana bu protsedura demak, mana bu protsedura to'g'ri ishlagan. Hop, xullas sizlar ham boshqa bu yerda ko'rsatilgan 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi masalalarni bajarish sizlarga mana shu topshiriq, bugungi topshiriq. Shuni bajarib o'tiringlar har biringlar. Hop, men buni demak shu bilan bu nimani yakunlayman. Video darsni. Demak bu 17-darsning videosi bo'ldi sizlar uchun. Salomat bo'linglar.